Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga telesdan pul ishlash va tanga ko'paytirish, almas ko'paytirish, keyin mana bu o'yinchilardan olishni oson yo'lini aytaman. Oxirigacha ko'ringizlar. Like bilan obuna bo'lib qo'yingizlar. Obuna bosib qo'yingizlar, juda ko'p kerak bo'ladi. Mana shulardan oson olish yo'lini aytaman. Obuna bo'lib qo'yingizlar. Qarangizlar. Mana buni o'ynasa faqat yaxshi pul beradi. Lekin sizlarga aytaman, stadion har doim full bo'lishi kerak. Stadion har doim full bo'lishi kerak. Meniki unday full emas, lekin full bo'lishi kerak. Bulardan ikkita yulduzcha qilib qo'yishingiz kerak. Peshona ham ikkita yulduzcha qilib qo'yishingiz kerak. Shart bo'ladi ikkita yulduzcha qilish. Keyin mana bular o'ynashingiz kerak. Bularda pulni qirib ketaverasiz. Qancha o'ynasang shuncha yaxshi, o'zingizga pul. O'yinchi ham ketib qolmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Mana tarkib. Keyin onlaynga kirib olamiz. Onlayn o'ynash kerak, o'tish kerak, o'tqazish kerak. 6 marta, 2 marta o'tqazib, 4 marta o'tsangiz ham sizga yaxshigina pul beradi. Olmasdan 20 ta olmas topib olasiz yetib. Pulni ham bir 500 la qilib olgan bo'lasiz. Keyin bundan kod terib o'ynash. 4 tama bir qilib qo'ysangiz, mana buni bosasiz. Ketdi, o'ynaysiz. Bunda aniqta o'yinchilar qanday o'yinchi bo'lib turganida shunday qoladi. Ular ketib qolmaydi. Griezmannlar ba'zi shuni o'ynab chiqqandan keyin shu yerda turadi ular. Pul ishlash. Bunda yaxshigina pul ishlab olasiz bunda ham. O'yinchilar qoladi. Almazingiz, pulingiz ham yo'q bo'lganda video ko'rish bilan shuni o'ynangizlar. Keyin buni o'ynangizlar. Bu juda katta yordam beradi sizlarga. Onlayn o'ynayotganda ko'pincha mana shuni ko'p beradi. Mana shu chelinilarga pul baynasini yaxshi beradi, tangasini. Depini yaxshi beradi. Ko'p balo olib olasiz. Obuna bo'lib qo'ying. Bugun kechroqqa yana shunday chiqaramiz. Bunisida barisi aniq mod qilish ham bo'lishi mumkin, yo boshqasida, yo shunga boshqa akkauntimda mod qilganman. Shunday mod qilishni o'rgataman sizlarga. Bari yo'lini qilaman. Obuna bo'lib qo'yingizlar, like bosib qo'yingizlar. Sizlar kerak bo'lsa obunani bosib qo'yingizlar, jigarlar.